Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislarida kelgan, agar mu'min banda tahorat qilishni niyat qilib boshlasa va qo'lini yuvsa, qo'lidagi barcha gunohlar to'kiladi, hatto tirnog'ini ostiga ham. Ana shuni o'ylasin. Men niyat qildim, tahorat qilyapman, Allohga qurbat hosil qilish niyatim bor. Alloh ko'rib turibdi. Men niyat bilan qo'limni yuvyapman, qo'limdagi gunohlarim to'kildi, tirnog'imni ostiga siyamiz. Hadisning davomida aytiladi. Yuzini yuvayotganda yuzidagi barcha gunohlar, hatto kiprigining ostidagi gunohlari ham to'kiladi. Ana ruhiy ma'noda o'zini mustahkam tutgan odam, qalbini pok qilmoqchi bo'lgan odam ana shu hayol bilan, ana shu niyat bilan yuzini yuvadi. Oyog'ini yuvganda xuddi shundoq. Boshiga nas tortganda yana xuddi shundoq. Ana shunda tahoratga ruh kiradi. Tahoratning saviyasi ko'tariladi. Qilgan odam huzur qiladi. Ana shunda tahoratning mohiyati yuzaga chiqadi.